Hozirgi zamondagi yoshlarga bir narsani qil desa hech qachon yoqmaydi. Qishloq joyda yangilikni qabul qildirish juda ham qiyin. Maqsad qo'yayotganda katta maqsad qo'yishga qo'rqmaslik. Yilning oxiri bo'lib proyekt tugab ketayotgan paytda shu yoshlarni ko'pinchalik hattoki o'zimiz ham tanimay qolamiz. Bekordan bekor ishlamayapmiz ekan degan bir o'zimizga motivatsiya olamizda. Men ismim Azizbek Usmanov, yoshim 28 da. Bu U proyektida 2017-yildan beri 5 yildan beri ishlab kelyapman. Unikalniy metodologiyasi bor. Ya'ni faqatgina o'qi, yoz, chizmas, ma'lum bir упражнениялар orqali odamni o'zini o'zi tanishiga yordam berish va o'zini o'zi rivojlantirishiga yordam berish va o'zini o'zi o'stirishiga yordam berishga juda katta bir hissa qo'shadi. Hozirgi zamondagi yoshlarga bir narsani qil desa hech qachon yoqmaydi. Shuning uchun bu proyektda menga eng yoqqan tomoni, ya'ni har bir odam o'zi bilan o'zi gaplashib turib, o'zi uchun o'zi qaror chiqaradi. Bu proyektda meni o'zimni topib olishimga yordam berdi. Ya'ni haqiqiy Azizbek o'zi kim? Men o'zi nima xohlayman, ertaga nimani plan qilyapman va bu narsani menga rostdan ham kerakmi degan savollarga javob berishga aynan shu proyektdagi shu упражнениялар juda katta yordam berdi. Proyektga boshida yoshlar kelganda doim bizga shu gapira olmaydigan, o'zini fikrini yetkazib bera olmaydigan, ayniqsa bu qizlar orasida dadil bir fikrlay olmaydigan yoshlar keladi va yilning oxiri bo'lib proyekt tugab ketayotgan paytda shu yoshlarni ko'pinchalik hattoki o'zimiz ham tanimay qolamiz. Shu proyekt shunaqa yordam berdi. Bu qiz уже gapirib, hattoki fikrlarni yetkazib, hattoki inisiativa ko'tarib chiqishni boshladi. Kelinglar shuni birga qilaylik degan narsani boshladi. Degan narsalarni ko'rganimizda bekordan bekor ishlamayapmiz ekan degan bir o'zimizga motivatsiya olamizda. Aravon qishloq joy. Ruscha aytganda selskaya местность deb qolamiz, qishloq joy. Qishloq joyda yangilikni qabul qildirish juda ham qiyin. Chunki odamlarni 1 yil emas, 2 yil emas, 30 yil, 40 yildan beri o'zini yashab kelayotgan traditsiyalari bor. Boshida ayrim bir bizni упражненияларimiz odamlarga juda ham qattiq ta'sir qilgan. Jalb qilib kelgan odamlarni o'zimiz proyektimizga qo'shdik. Bir ikkita onalar, bir ikkita otalar aytdi. Men o'g'limga hattoki kelajakdagi xotinini tanlab berishga men tanlab bergan ekanman. Bu juda ham katta xato bo'lgan. Qachonki bu odamlar bizni treningimizga kelib qatnashmaguncha bu fikrdan qaytmaydi. Lekin biz uchun prioritetli bo'lgan bu odamlar emas. Biz shu jamoatchilik ichidagi bitta muammoni hal qilyapmizmi? Bizga shuni o'zi yetadi. Hamma inisiativa biz tomonidan, proyekt tomonidan. Shunaqa narsani xohlardim, yoshlar o'zi to'planib biz oldimizga kelsa. Eng katta proyekt natijasi shu bo'ladi. Qachonki odamlar o'zi bu narsaga qiziqib, o'zlari bizga bir inisiativa bilan chiqqanda. On yil avvalgi Azizbekka, 18 yoshdagi Azizbekka men birinchi beradigan tavsiyam til o'rganishni tavsiya qilardim. Masalan, hozir ham 3 tilda erkin gapiraman, lekin ingliz tilidan sal qiyinchiligim bor. Shu o'ziga kasb tanlayotganda qo'rqmasdan o'zi yoqtirgan kasb tanlash. O'zini fikrini aytishdan odam hech qachon qo'rqmasligi kerak ekan. Maqsad qo'yayotganda katta maqsad qo'yishga qo'rqmaslik. Bizni shu 12-yilda maktab bitirayotganimizda biz hattoki orzu qilgan qo'rqardik. Yevropaga borishga, Amerikaga orzu qilishga, hattoki buni biz orzu qilishga fikr doiramiz yetmas edi. Biz shuning uchun ham hozir yoshlarga o'zimizdan misol qilib, mana biz orzu qiluvdik, yetdik degan narsani o'rgatyapmiz.